shezlong bor desam ishonasizlarmi? Ko'rib turgan shezlonginglar shulardan bittasi. Mnogo funksiyali Ining Baby firmaniki. Buni funksiyasi juda ham ko'p. Masalan, bolani yotqazib tebratsanglar bo'ladi, o'tkazib tebratsanglar bo'ladi. Bola qimlasa o'zi tebranadi. Ichida matrasi bor, pulti bor, sensordan boshqarsa bo'ladi. Fleshga o'qiydi ham, bluetooth ham bor. Endi ishlashni bitta ko'rsatib beraman. Kechqurun bolanglar injuvlanib uxlamayotgan bo'lsa, shuni bitta olib bersanglar, ancha ishinglar yengillashadi. Misol uchun yoqib birinchi kurs bosib qo'yasizlar, birinchi kursda o'zi bolalarni tebratib uxlatib beradi. O'zini muzikalari bor. Xohlovchilar o'zining muzikasidan foydalansa bo'ladi, xohlovchilar tagiga flash etib qo'ysa bo'ladi, xohlovchilar bluetooth orqali ishlatsa bo'ladi. Korpuslari temirli, bolam ko'taradimi deb o'ylaydiganlar uchun korpuslari temirli, abadolari ham temirli qilingan, juda ham baquvvat. Ustida pashshaxonalari bor, pashshaxonalarning o'yinchoqlari bor, kerak payt optasiya ham bo'ladi. Bunda 5 xil tezlik bor, timer bor 3 xil. Xohlovchilar timerga qo'yib avtomatik o'zi o'chirtiradi, xohlovchilar esa buni 5-sekundga qo'yib faqat tebratib ishlatadi. Endi buni hosilaga o'tirgan funksiyasini ko'rsatib beraman. Pashshaxonalarni yechib tashlaysizlar. Hozir tebratib turibdi, yotgan holatda. Endi sizlar o'tkazmoqchi bo'lsanglar, ikkita yonida knopka bor. Knopkani bossanglar, bu stulchikka o'xshab o'zi o'tirib qoladi. 5-sekundga qo'yamiz, tezligini ko'rsatib beraman. Bemalol 1 yoshgacha bolani ko'taradi.